Xullas gap egasini topadi, bir nimaga maza qilaman-da. Yuzma-yuz gaplashish o'rniga elchi orqali muloqot qilishingizga. Keling. Nima uchun yuzma-yuz gaplasha olmasligingizni o'zim aytib beraman. Siz esa qovoq miyangizni qiynamay qo'ya qoling. Xo'p, nima uchun yuzma-yuz gaplasha olmaysiz? Chunki aqib qo'ygan joylaringiz dahshatli darajada ko'p. Ikkinchidan, haqiqatlar yuzingizga shapaloqdek tegishini bilasiz. Keyin esa albatta meni kimligimni juda ham yaxshi bilasiz. Ey go'yo bilimdon bilmasvoylar, o'rtada nima gaplar bo'lgan bo'lsa, og'zimdan chiqqan har bir so'zimga javob bera olaman. Gap yolg'on haqida bo'lsa, kimningdir orqasini yopish uchun majbur bo'lgan joylarim bor. Aksincha bo'lsa, senlardan qo'rqadigan zarracha joyim yo'q. Senlardan qo'rqqan senlarga o'xshasin. Anavi gaplarga kelsak, senlarga gap yetkazganni o'zi aslida senlarning kimligingni allaqachon aytib bergan. Bular qanaqa inson deb surishtirgan paytimda g'ard, past, sharafsiz insonlar deb batafsil aytib berishgan. Ikkinchidan, o'zlaring kimliklaringni ko'rsatib qo'ydilaring-ku. Bittang aytmagan gapimni aytding deb tuhmat qilding. Bittang esa sidqi dildan xizmat qilayotgan bir insonni o'g'rilikda ayblading. Va ketidan, "Yo'q, seni aytmadim, buni aytdim" deding. Aslida o'sha ishonganing o'sha gapni gronkaga qo'yib eshittirdi-ku. Seni ishonganing sotdi-ku. Tavba. O'tgan umrlaringga devorgim keladi-da. Kap-katta ho'kizlarni qilib yurgan ishlarini qara. Bo'lmasa ha yosh bo'ladi desam, o'zingdan 15 yosh kichikdan gap eshitib yurishga uyalmaysanlarmi? Yana falon joylarga o'qigan bular. Ey, o'zlaring ko'rib turganlaringdek, insonni qay ilm yuqoriga ko'tarishini. Ha, endi balki aqllaring yetmaganidan kuch ishlatishga o'tarsan. Marhamat, manzilim aniq, kimligim aniq va albatta orqamda buyuk zot turgani aniq. Chunki haqiqat kim tomondaligi unga va bor bo'lsa vijdoningga ayon. Senlardan qo'rqqan senlarga o'xshasin.